dan oshiq aviahalokatlar ro'y bergan. Ularning asosiy qismi sobiq ittifoq davrida, bir nechtasi mustaqillik yillarida sodir bo'lgan. Mustaqillik yillarida sodir bo'lgan aviahalokatlar ham sobiq ittifoqda ishlab chiqarilgan eski samolyotlar bilan ro'y bergan. Ana shulardan biri 1999-yilda To'rtko'l aeroporti yaqinida sodir bo'lgan Yak-40 samolyotining halokatidir. O'shanda Yak-40 samolyoti uchuvchilari To'rtko'l aeroportiga qo'nish chog'ida xatoga yo'l qo'yadi. Oqibatda samolyot aeroport chegarasidan chiqib ketib, qo'shni hududga qulab tushadi. Bu hodisada 2 nafar yo'lovchi halok bo'ladi va yana bir qanchasi turli darajada tan jarohatlar oladi. Yak-40 esa yaroqsiz holga keladi. Bir 1999-yil 26-avgust kuni To'rtko'lda halokatga uchragan Yak-40 1973-yilda ishlab chiqarilgan bo'lib, O'zbekiston fuqaro aviatsiyasida 26 yil xizmat qilgan edi. O'sha kuni ertalab samolyot 4 nafar ekipaj a'zosi va 29 nafar yo'lovchi bilan Toshkent aeroportidan parvoz qiladi. To'rtko'l shahriga yetib borguncha Yak-40da hech qanday texnik muammo kelib chiqmaydi. Samolyot To'rtko'l aeroportiga qo'nish chog'ida uchuvchilar uchish-qo'nish yo'lagiga tushishda xatolikka yo'l qo'yishadi. Ular aylanib olishda va tezlikni pasaytirishda mo'ljalni noto'g'ri olishadi. Oqibatda samolyot uchish-qo'nish yo'lagidan o'tib, aeroport hududidan chiqib ketadi va qulab tushadi. Halokat oqibatida 2 nafar yo'lovchi halok bo'ladi. Yana bir necha yo'lovchi turli darajada tan jarohatlari oladi. Yak-40 yaroqsiz holga keladi. Hodisadan ko'p o'tmay To'rtko'l aeroporti ham o'z faoliyatini to'xtatadi. Unga ko'ra halokatga uchuvchilarning qo'nish chog'ida mo'ljalni to'g'ri ololmagani va tezlikni o'z vaqtida pasaytirmagani sabab qilib ko'rsatiladi. Samolyot qo'nish uchun To'rtko'l aeroportiga yaqinlashganda ekipaj komandiri uchish-qo'nish yo'lagiga mo'ljalni noto'g'ri oladi. Samolyotning tezligi ham belgilangandan yuqori bo'ladi. Holat radarda ko'rinib turgan bo'lsa-da, dispetcher ham unga e'tibor bermaydi va uchuvchilarga 500 metrgacha pastlashga ruxsat beradi. Shundan so'ng ekipaj samolyot uchib o'tayotgan joyning aniq koordinatalarini bilmagan holda chapga burilib, uchish-qo'nish yo'lagi joylashgan yerdan chetroqqa tusha boshlaydi. O'sha paytda samolyotning tezligi soatiga 170-200 km o'rniga 250 km bo'lgan. Samolyot 500 metr balandlikkacha pastlaganida uchish-qo'nish yo'lagiga 4 km masofa qolgandi. Ekipaj a'zolari samolyotning uchish-qo'nish yo'lagiga nisbatan noto'g'ri yo'nalishda pastlayotganini ko'rib turardi. Ana shu paytda ekipaj komandiri tepaga ko'tarilib, ikkinchi marta aylantirib kelish o'rniga samolyotni keskin pasaytirishda davom etadi. Bort mexanik va ikkinchi uchuvchi ekipaj komandiriga samolyotni tepaga ko'tarish va ikkinchi marta aylanib kelib qo'nishni maslahat berishadi. Ammo u o'jarlik qilib turib oladi va samolyot pastlashda davom etadi. Samolyot uchish-qo'nish yo'lagining boshlanish qismiga yetganida soatiga 250 km tezlikda yerdan 4-7 metr balandlikda uchayotgandi. Shu paytda uchuvchi tezlikni pasaytiradi. Samolyotning tezligi soatiga 160 km ga tushadi. Ammo shunda ham belgilangan mo'ljalga qo'na olmasligi ma'lum bo'ladi. Samolyot uchish-qo'nish yo'lagining boshlanish chegarasidan 965 metr o'tib ketgandan so'ng ekipaj komandiri tepaga ko'tarilib, qayta aylanib kelib qo'nishga qaror qiladi. Ammo endi kech bo'lgandi. Ekipaj komandiri soatiga 160 km tezlikda yer sathidan bor yo'g'i 4-7 metr balandlikda uchayotgan samolyotni tepaga ko'tarishga ulgurmaydi. Samolyot uchish-qo'nish yo'lagidan 2 km o'tib ketib, aeroportga qo'shni bo'lgan hududda avvaliga elektr tarmoqlariga, so'ng daraxtlarga urilib qulab tushadi. Keyin fyuzelyaj yerda 130 metrgacha sirpanib boradi va tepalikka urilib to'xtaydi.